Bunaqasini ko'rmagansiz aka. Sizlarga zo'n narsa ko'rsataman, qaranglar. Hop. Ana nima deydi? Mashinamiz Ariza 6 Pro. Suv qaynab ketib, ventilyator постоянно ishlayapti deb keldilar akamiz. Hech ko'rganimizda o'sha radiatorda sovuq joy qolmagan. Mashina o'zi endi 60 ming yurgan, lekin ichlari to'lib ketgan. Setga qo'yishning foydasi yo'q deysizlar, setga qo'ymasalar shunaqa bo'ladi. To'lib ketgan. Hozir buni hamma yo'g'ini yuvib, tozalab, chiroyli qilib setga qo'yib beramiz akamizga. Ko'rsanglar bo'ladi, xudo xolasa chiroyli qilib yuvdik, tiniq. Hozir yana bitta hamma yo'g'ini berib beramiz.